Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijian agar Xitoyning qizil chiziqidan o'tib ketsa, Amerikaning hal qilg'uch taqobil turish tadbirlariga duch keladiganligini aytdi. Zhao Lijian Amerika Avam palatasining boshlig'i Nancy Pelosining Tayvan ziyaratining Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi texnik yuqori qatlamli aloqaning kayfiyatini buzadigan yoki buzmaydiganligi to'g'risida to'xtalganda, Amerika taraf mumkin bo'lgan ziyoratning barliq oqibatlarini o'z ustiga olish kerak dedi. JIP, yerlik siyosatchilarning arilish kunsiri kuchayayotgan ahvolda Xitoydagi birdan-bir zavoddagi ishlab chiqarishni to'xtatishni qaror qildi. Stellantis şirketi dünyadaki en çok mashina bozori bo'lgan Xitoydagi birdan-bir JIP zavodini taqamoqda. Bu qarorni chiqarishga yerlik siyosatning arilishining kuchayishi sabab qilib ko'rsatildi. Bu şirket oldingi hafta Xitoy davlat qarmog'idagi Guangzhou avtomobil guruhi bilan 12 yillik ishlab chiqarish hamkorligini oxirlashtirganligini e'lon qilgan edi. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishdi. Prezident axborot markazining bayonotida Japarov bilan Qirg'izistonga turli aloqalash uchun kelgan tashqi ishlar ministri Wang Yining uchrashishida Qirg'iziston Xitoy strategik sheriklik munosabatining yanada taraqqiy qilishi, yer shari va rayon bexatarligi va muqimligiga kafolatlik qilish to'g'risida fikr almashtirganligi o'tirg'i qo'yilgan. Japarov Qirg'izistonning Xitoyni tashqi iqtisodiy munosabat sohasidagi asosiy hamrohi deb qaraydiganligini aytgan. Aqsaray Amerika prezidenti Joe Bidenning Xitoy virusi siniqining yana bir qatim aktiv ekanligini e'lon qildi. Aqsaray Amerika prezidentining salomatlik ahvoli to'g'risida bayonot e'lon qildi. Egilishicha, Biden virus sababidan yana karantin qilinadi ekan. Iranning ko'p qism joylariga, bo'libmi Tehron o'lkasiga ta'sir qilgan kelkun sababidan hayotidan ayrilganlarning soni 61 ga yetdi. Davlatlik oldin ma'lumot va krizisni boshqarish markazi qattiq yomg'irning dushanba kunigacha davom qiladiganligini e'lon qildi. Kabaning yopiqi bu yilma har yildagiga o'xshash Masjidi Haram va Masjidi Nabaviy ishlari idorasi tarafidan o'zgartiriladi ekan. Ma'lum bo'lishicha, Kabaning koni yopiqlari hukumat tarafidan astoydillik bilan saqlab qo'yiladi ekan.